Real Madrid Chempionlar Ligasidan norozi. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Hozirroq Jonim futbolim kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, nima haqida gap ketayotganini tushuntirib beraman. Qarabsizki, ertaga jamoa Chempionlar Ligasi doirasida Qayratga qarshi Toshkent vaqti bilan 21:45 da o'ynaydi. Aytgancha, siz bu o'yinni profilimizdagi Real Madrid Telegram kanalida tekinga jonli efirda ko'rsangiz bo'ladi. Esingizdan chiqib ketmasligi uchun hoziroq kirib qo'ying. Qarabsizki, yaqinda Atletico'ga qarshi juda ham qiyin o'yin o'tkazgan Madrid jamoasi bir kun ham o'tmasdan darhol samolyotga o'tirib 11 soatlik yo'lda Qozog'istonga yetib keldi va atigina bitta mashg'ulot qilib, ertasi kuni esa Qayratga qarshi o'ynaydi. Va shu uchun Real Madridning rasmiy telekanali bunaqa bo'lishi kerak emas deb Chempionlar Ligasiga shikoyat qildi. Xo'sh do'stlar, shunga qaramasdan ertaga Real g'alaba qozonadimi yoki Qozog'istonliklar yana bir bor hammani hayratga soladimi?